Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ikki xonalik uyni ko'ramiz. Shaharning qoq markazida joylashgan. Bu uyimiz ham yashashga, ham biznes uchun foydalanishga to'g'ri keladi. Chunki yo'l ustida joylashgan, g'ishtlik domlardan mana shu burchakda bo'ladi. Yashash uchun va biznes uchun. Chunki mana lokatsiyasini ko'rsataman. Bu Knap ko'chasi, mana bu yerda Knap ko'chasi bo'ladi va bu tomon Gagarin ko'chasidan kirib kelaverish. Va bu yog'i Parsizdan kirib kelish bo'ladi. Hozir ichkaridan tomosha qilamiz. Ikki xonalik xonadon birinchi qavatda bo'lyapti. Bu uyimizning kirish eshigi va hol qismi mana shunday ko'rinishda G-obrazni bo'ladi. Bu tomonda oshxona va yotoqxona, mehmonxona joylashgan. Birinchi qavat, 4 qavatli g'ishtlik domlardan uyimiz zudlik bilan naqd va ipoteka asosida sotiladi. Oshxonamiz ko'rinishi, mebellar biroz eski, lekin holati a'lo darajada. Ancha vaqtdan beri uyda hech kim yashalmagan. Hozir uyimiz asvjet qilinib va sotuvga chiqarildi. Ko'pli pol bor, radiator va do'q-kontrolli kotullar ishlaydi, yangi qo'yilgan va derazalar reshotkada yog'ochlik deraza romlari qo'yilgan. Suvga, svetda muammo yo'q. Yangi eshiklar, yangi kafellar. Hozir sanuzilini ko'ramiz. Marhamat, suv chariston ham qo'yilgan. Bu yerda ham to'liq kafel bo'lyapti. Endi xonalarini ko'ramiz. Demak, bu yerda uyimizda yotoqxonasi, har bir xonada deraza bor. Yangi ta'mirdan chiqqan. Navbatdagisi uyimizda mehmonxonasi bo'lyapti. Mehmonxonamizda ikkita deraza joylashgan, e'tibor beramiz. Xohlagan tomoningizdan siz eshik ochib olishingiz mumkin. Agarda ushbu uyni siz biznes sifatida sotib olmoqchi bo'lsangiz. Hujjatlarimiz notariusga tayyor turibdi. Samarqand shahar Gagarin ko'chasi yoki Parsiz ko'chasi to'g'ri bo'ladi. Knap orqasida bo'lyapti uyimiz. Birinchi qavatda joylashgan, yo'l ustida. 48 metr kvadrat, ikki xona. Uyimizning narxi $45 ming so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Naqd va ipoteka asosida sotiladi. Hammaga rahmat, hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.